Bugün inançı körüməli əgər Muşsan'ı köygəndə ikən çoxum hayran qaldığı deyəm, nimişqə bu riyasetçi tuyğusu almışıb qalğanda. Əməliyyatda programda riyasetçilərini almışıb durdu. Almışıb durdu. Nim boptu mən çıxsam? Çoxum saqqam çıxış gerek mi? Şu gəp emas mı? Bir qağı çıxma degan tutsam. Ma endi azroq men bilan yosh quram tarix shu saqqamcha yoshga cho'ngib qoldi. O'zim men cho'g'anchada endi pensiya ishi to'shqanda ekan. Pensiya ishida o'tib ketdi aka. 3 navr so'm ekan. Ashunda mana shu qolgan navrisi. Lekin yaxshi to'g'ana. Yaxshi, bak boyan bak yaxshi qildi. Ro'qibdi deb oldim juma. Koreyaga bag'alib Amsa aka bugungi mehmon turdi. Bugun bir rapchini chaqirgan tuqchi aka, rapchi. Sho'chan shunami? Sho'chan hip hop. Undan oldin qilib plandagilar emaskanda. Okay. Qarshilavasak. Qanday avval yaxshimisiz? Bizim qanday ahvolinglar? Voy, yaxshimi? Nijatkamsiz o'zingiz boshlab ketamsiz? Sizniki bo'ldi. Ko'rma do'stlar, ko'rayotganinglar. Uchirish programmasi riyosetchi Nijat Vali Yaqub. Balkim nurg'un ko'rmalarimiz ham deganda hayron bo'lgan bo'lishi mumkin. Albatta programmamizning xosligi faqat bizning mehmonlarimizning o'zgarishida emas, balki riyosetchilarning ham oz to'la bir yangilik yaratib o'zgarish hosil qilishida. Bundan boshqa bugun biz shu programmamizga Qashqardan kelgan superstar danliq bir bizniki rapçimizni taklif qildik. Gap beramsiz bu ko'rgan. Qanday yaxshi turdingmi? Odatda bizning bu mehmonimiz odatda gap qilgan chaqda shu rapcha gap. Ahonimi rapga sap turib so'zlayoladi. Qanday sochnaq bir salom berasiz. Yaxshi turdinglarmi Nijat Vali Yaqub? Sizlar ko'rib nayt xush bo'ldi. Odatda men nashiyatda vaqtimlarda ko'rdim yozib ko'rdinglar. Vaqtim deb nomim bor. Men gitme. Men gap bermisi ajizroq. Aka boshroqdan anglamaydi. Men naqshamni Nijat Vali Yaqub men berib ketdim. Aka. Naqshamni anglagan naqsh ketdi. Ey ism. Voy bu naqshlarim xili iliq turdi ha. Millicha rapmi bu? Ovoz! Kechira. Katta chiqya maroq ha? Yüzümde vurma, suzumda bulma, yüzümde vurma, suzumda bulma. Gözlerin yandırdı beni, lav. Sözlerin yandırdı beni, lav. Hem de asla bakanlık hakkı güzellik bu nesline. Şerik geldi bazıya. Bu da Levent'te biz varlık görmen dostlar bilen birlikte bizim bu çolgunumuzdan kim ikeligini birlikte görme gayrıtını riyasetçi Nijat Vali Yaqub'dan ki teklifi bilen sahnemizde bizim ataqlıq rapçimiz, rapçimiz, gepçimiz. Aval. Bir qalay mı qaçırıb ketdi? Bir qalay mı qaçırıb ketdi? Yo'q, o'zi bulanmaz. O'zi bulanmaslıqdan artıq qiynalishimiz kerak deb o'yladim. Dunyodagi eng rahat ish o'zi o'p yashash. O'zi o'p yashash ekan. Bizni shuningga ba'zi vaqtida uni qil, buni qilsa qiziqchilik sababidan qilib qo'ymas. Lekin bu bizning kasbimiz emas. Buning san'at degan zot biz qamdashtirib olmaymiz. San'at men aytmayman degan san'at deydi ekan. To'g'ri. Baytin hamda mayli qamashmasin, o'sha bizning uchirish programmasini ko'rayotgan do'stlarimizga azroq bo'lsin bir boshqacha bir xo'shallik olib kelaylik deb qo'ydi. Lekin hamda bu yerda Baytin naqshini anglab bildingmi Nijat? Kimning aytganligini? Bu iniq sa emas. Emas, lekin ajoyib yersiniku. Ashirni saytmaganda qilsa. Mardan Oblikin. Yaxshi Mardanning ovoz tusiga o'xshab. Ovoz tusi mushishu asli Mardanning to'g'ri. Mardanning ovoz o'xshab qoldi, hech kim. Men ham o'xshab qoldim. Lekin rost payz chiqdi. Endi kirishtirishim shunda yosh ishlaydi Mardan hamda. Biz odatda programmamiz 3 minut atrofida maqtaylik.
Savaş Merdana tug'ilib shu san'at oilasida san'atga o'tdak ishtiyoq bog'lab o'sib ketilish jarayonida ustozlarning yaxshi yetaklishi, uningdan boshqa oila a'zolarining san'at jihatdan kasbiy tarbiyalashi bilan hozir xalqimiz yaxshi ko'rayotgan, talantli bizniki nihoyatda yaxshi bo'lgan san'atkorlarimiz qatoridan o'rin olyotdi. Unda qolsa mishaga nazarab bir chavak berdi. Chavak beramiz ha? Ha, Merdan o'zining o'tida bizning shu programmamizga kirishtirish jarayonida shu oqsab xizmati bo'libmi? Kirishtirish xizmati bir programmaning jon umri deb aytdim. Shunda girimchi bizning bo'lmagan yerlarimizda eng ustulik bilan bo'lgan holatga chiqardi-ku bu. Shuningdek biz Merdan bo'lgan tabrik so'zlarimizni, muhabbatlik so'zlarimizni, qoyil bo'lish istigimizni to'ldirgan vaqtimizda Merdan bizni texnik balki mazroq ko'ngilni yarim qo'yish mumkin aka. Bizim şu program ko'rinishga ilinishni ilgari ham o'tkir bilan deyishdi. Nima deyishdilar? Programlar riyosachilikka o'zgarish olib qoldi. Shu Maliya aslida ayrim deyishdan gapni shu. Nima desiz? Men qilamaptimi? Men dedim, hozir bozor qabitindan keskin bo'layotgan orasida men zot chiqqan haqsiz chiqmadim dedim-ku. Manda bir mening haqsiz chiqayotganimni bilmabsan degan ha? Sen pul berib chiqib ketgansan. Ma'naviyat kashkorlik etdi. Sen haq to'lab chiqib ketgansan. Ay, Nijat ish qilib. Fukan men sendan hech nimani olmayman-ku. Biz o'zaro qo'llashuvlar o'timiz-ku Fukan. Shundami? O'xshash mushtaq istidodli, eng sifatli, eng natijali bo'lib mush riyosatchilik sohasida hammamiz bilamiz, ekran oldida do'stlarimiz ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Nijat o'ziga xos bo'lgan uslub bilan hozirgacha mush sahnalarimizda mayl qaysi xil uslub sahnalar, qanday bir sahnalar bo'lishdan qat'iy nazar, Nijat o'zining so'zmanligi bilan, naq maydon kayfiyat bilan shu so'rinniki ko'rmanlarimizniki buni yaqin oraliqda ko'rgandiki hissiyot bilan buni almashtirish, ya'ni tomoshabin riyosatchi o'tirsidagi ma'vo nima deymiz uni? Abdulla akam chiqib birisi maqtagancha beshon tuvan sapto degan namishdi. Tuvan sapto turadi. Program tushayli deb o'zlaramdi. O'zlaramni qanday maqtashdi? O'g'lan bilan olay ayarim kelgan hisobqasini ham shaka. Demak, Nijatqa bu ekran oldidagi do'stlarimizning hammasi qoyil. Ishidin sirtig'ichi bo'lgan oraliqda haqiqatan biz Nijatqa qoyil bo'lmay tura olmaymiz. Men Nijatni bunday suhbatligim keldi. Mush riyosatchilik sahnasidagi hozir shu mayli yoshlarimiz bo'lsin, mayli bizning ustoz riyosatchilarimiz bo'lsin, hammasi qoyil bo'layotgan, ugunayotgan, ham bir cho'lpan atalgan riyosatchilik sahnasidagi cho'lpan. Nijatqa biz qo'l qo'ymay tura olmaymiz. Rahmat. Albatta xaridoring bo'lmasa zibolig'ingga kerak dedi. Sevgili sep hozir sidg'a yerimiz men maqtayman. Men bek maqtayman. Fukam mashina edigach bizga bir zapa bo'stamlab bir siqpasidigan qilib short sap qo'yamiz ya. Sep maqtashanlar. Bugun güzel bir yig'ilish oldi. Uchirish programmasini izchil ko'rib kelyapman. Bir programmaga jon beradigan ayt muhim shaxs riyosatchi-ku. Shuningga men ishkirda safarda bo'layotgan vaqtimda Mustahkamga telefon qildim, aka programmani ko'rdim. Bak yaxshi chiqib qo'shildi. Desam rost yardım Fukam yargan bo'lsa qo'shildik dedi demak. Haqiqatan Mustahkam degandek shu bir-birimizga ozuq berib, bir-birimizning go'zal taraflarimizdan, yaxshi taraflarimizdan, ortiqchiliklarımizdan huzurlanib yashasak, amaliyotda bu dunyoda nihoyat cho'ng bir baxtni his qilib o'timiz. Shunlashqa Mustahkamni albatta men o'zining oldidimi deyman, yo'q yerlardimi deyman. Mayli izchil turda ishlagan o'ziniki ilgariki Urumchi televiziya stansiyadagi xizmati bo'lsin va yoki boshqa programmalarda ustiga olgan riyosatchilik vazifalarida bo'lsin, men ustoz yo'lliq. Chunki Mustahkam biz oliy maktablarda o'qiyotgan vaqtimizda ham sahnalarimizda chaqnashga boshlagan. Hamda meni cho'g'an chaqda bir riyosatchi balkim diktor bo'la olishi mumkin mening o'zimning qarashimda. Lekin diktorlarning riyosatchilik bo'lishida yana azroq ba'zi bir shart-sharoitlarni hozirlash to'g'ri keldi. Mustahkam o'zi riyosatchilikdan aytib chiqqan yaxshi bir bizning ustozimiz, yetakchimiz bo'lganligi uchun diktorlik kasbidimi muayyan natijalarni qo'lga keltirgan. Hamda yana qaytadan riyosatchilik kasbiga albatta riyosatchi, ozuqshunos, korxonachi, korxona maslahatchisi, yaxshi dodo, munavvar yaxshi farzand, yaxshi do'st. Siz maychilik maqtayamaysiz. Bo'ldi, maqtashsa kimning bo'lishi bo'lsin, rahmat. Demak, bugun yaxshi bir fursatda uchrashdik. Albatta ham chaqchaq qilib men programmaning riyosatchisi bo'ldim desam, balki sen nurg'un mas'ullarni tillab ketgan bo'lish. Telefonni chiqibdimi deb. Saqchimiz ko'maymiz bo'ldi. Voy, hozir bo'lmasa chiqsa bo'lmaydi. Necha tushyapti-ku, buningga deb ketganlar bu
qilish mumkin. Lekin biz mayli Nijat bo'lsin, mayli qaysimiz bo'laylik, riyosatchilik sahnasidagi har bir riyosatchining o'zi xos o'rni bor, ham o'zi xos roli bor. Ular o'z navbatida o'zining kasbini suyib, natija chiqaryapti. Hammasining o'ziga tushadigan programma shunda buncha. Mencha o'tkir bu programni yaxshi ko'rgan yerim nurg'un programmalarda biz yoki san'atni asos qilamiz deymiz, yoki bir odamning kasbiy hayotini asos qilamiz, yoki ma'lum bir tema haqida mungdushimizda bir cheklimalik bo'lib qoldi. Balkim bizning ko'rmalarimiz-mo erkin ozodlikni arzulaydigan, turadigan hammamiz texmo güzel bir davranda rahat yashashni texmo bak arzu qilamiz. Shunday ahvol ostida bu uchrashish xuddi bizning bir choyxonaga kirib choy ichkash mundashqinimizga yoki mening sohkamning uyiga berib yangam etib bergan lag'manga eg'izdakash o'tirib mentangdan bir piyola o'tlib mundashqinimizga yoki o'tkir bilan uyimizning ostidagi oshxonada bir piyola choy o'tlag'ash mundashqinimizga o'xshash bir ko'ngillik bir programga. Unda bugungi uchrashishni biz qanday temalar qilib mundashsak? Mundaq qilaylik. Qaranglar bak, Chiq qaranglar bor. O'zmaydigan sizga aylanib. Men mush Nijatkamni uchirishga chaqirma deb 5 ketim telefon qilsam, 5 ketim u yerda sayohatdilar. Sayohatda uyga o'xshaydi. Sayohat qilish odamni nihoyatda bir aram baxsh tuyg'uga ega qiladi. Eng muhimi nazar doiramizni kengaytiradi. O'zimizdagi taraqqiyot va o'zimizdagi ba'zi kamchilik nuqsonlar bilan kishilar orasidagi farqlarni his qildirishga bir fursat yaratib berdi. Men har qitim shu aeroplandan ko'tarilgan vaqtini intayin yaxshi ko'raman. Demishqa degan chaqda ba'zi biz Shinjongning nihoyat cho'ng deymiz, amaliyotda bak kichikchu. O'tgan bir sanda Mo'minjon akamning ziyoratida sen so'zlaganda bir gapini bak yaxshi ko'rdim. O'sha cho'lponlar to'g'risida. Mayli gap so'z bo'lsin va bakchiq birdamda har xil og'ir po'st uylab bo'pti degan xabar. To'g'ri. Gap bo'pti degan bu. Shu aeroplan ko'tarilgan vaqtda deyman, mush amaliyotda Urumchi degan olqinchilik yaka. Bu qarsoq chiroq qilam, yo'riq chiroq faqat olqinimizchilikli keladi. Mushinchilik yerda yashaydi ekanmiz, o'zimizni xuddi ajoyib cho'ng ishlarni qilib yetib borgandek va yoki hammadan xabardordek ajoyib oliyjanob kattis qilib turib oldik ekanmiz. Shuningdek jahon ko'rish amaliyotda bizning nurg'un vaqtlarda ba'zi narsalarga nisbatan o'zimizga taalluq bo'lmagan narsalarni nihoyatda isillik bilan qo'yib qo'yishimizga va yoki ba'zi bir ayrilishlarga nisbatan nihoyat sovuqqonlik bilan muomala qilishimizga va yoki ba'zi so'z cho'chaklarga va yoki ba'zi qiyinchiliklarga va yoki o'zimiz yo'liqayotgan masalalarga to'g'ri muomala bilan qarashimizga nisbatan safar orqali o'zimizni bir oromlantirish va aqlimizni qaytadan bir realistik kirgizish nihoyat yaxshi bir tanlash deb o'ylayman. Shuningdek men o'zim haqiqatan sayohatni yaxshi ko'raman. Sayohatga berishimdek sabab sayohat uyim bor deb. Nimishqa deganda ishkirmasam ba'zi cho'lponlar chatallarni aralashtirib ko'rdik shunday. Lekin men o'ylayman amaliyot o'zimizning elimizda nihoyat go'zal joylar bor. Masalan, Sanyadaymiz, Lijandaymiz va yoki agar taraqqiy qanchalar bormasa, Beijing, Shanxay, Guangzhou. Ular hammasi ham elimizning ajoyib katta taraqqiyotidan o'rinlaymiz. Ham nihoyat go'zal manzargohlar bor. Faqat o'zimizningki sharoitimiz yer bersalam, shu yerda bir qancha mazgil turib oramab kelsak, tamoman bo'ladi. Buning ustiga hozir ishkiri o'lkalarda Shinjongga kelgan sayohatchilarni intayin qarshi oladi. Shunaqa ahvol ostida amaliyotda bizning o'zimizning vatanimizning go'zal joylarini ko'rib qonmidik. Ko'rib tugitib bulanmidik. Shu fursat bo'lsa bir Lijanga berib kelsak bo'ladi. Ashta qilaylik. Men amroq mashinamniki aerodromga bormaymi yoki? Voy, unda qilsa bo'ladi. Shu amroq mashinam o'z navbatida shu mashin mulozimatidan boshqami? Agar vaqt soati kelib qolsa sayohatdimi? Rasmiy g'amma. Menda gap. Sayohatga berib qolsak, agar mashin bilan ketamiz deb, o'zimizning mashinasini aytmay, xo'sh, hurmatli sayohatchi do'stlar, Dashimonga keldi. Sizlarni ko'rayotganlar Urumchi shahrining havo trassalarini bir vaqt Chongshanmiya bu ya. Chongshan yo'li. Biz hozir oldimizda Udul Mansoq Shinxua shimoliy yo'lga qarab boramiz. Bu yerda bizniki Savdo saroyi, undan boshqa yemak-ichmak qatorliqlarni taraqqiy qilgan bo'lib, undan boshqa bizning bu yerda shu maxsus mushay naqsh etadigan naqshimiz Saq Sulayman Ko'chko'ylarda sizlarga naqsh. Hozir men Ko'chko'ylarda mana biz Dashimonga kelgan vaqtimizda biz og'zimizni yo'g'on ichib turib, yo'g'on eshikda biz Nijatning ovozini unlikda o'ylaymiz. Nijat Vali Yoqub, Nijat Vali Yoqub, Nijat Vali Yoqub deymiz. Nijatniki musha chatma naqshlari shu Dashimon ko'chalarida yangraydi. Men tayyor qilsam, siz nimani bilasiz aka? Nijat o'zini o'tgan bir yaxshi naqshchi juma. Ko'rmandimsiz, anglanglar. Katta. Katta.
Bunda qilaydi. Asli men naqshchi emas ham degandek, biz riyosatchi, lekin san'atni suyamiz, san'atkorlarning hurmatini qilishni bilamiz. Balkim uydagi xo'shal vaqtlarimizda, mashinadagi kayfiyatimiz chog'i vaqtlarda ancha-muncha o'zimiz yaxshi ko'radigan naqshchilarning naqshlarini g'ingshib qo'yamiz-ku. Bu amaliyotda muhabbatli yashashning bir ifodasi deb o'ylayman. Shuningdek, Urumchi naqshlari deb atilib, bizning ota-onalarimizning yoshlik vaqtlarida hamroh bo'lgan go'zal melodiyalar, ayni vaqtida Aziz Mahmud Rashidov, Davudgul Baramut qatorliq bir yurish bizning cho'lpon naqshlarimizning ijrosida xalqimizga sunilgan. To'g'ri. Hamda shu naqshlarni o'zimni anglayman deb aytib qo'ygan. Bugun do'stlarimizdan partisidan azroq bir huzurlaylik. Isel, Tanlaymiz, ha? Okey, bilalamdimi? bilib Ben tutsam fukama çok. Bana Türk hesap pek tez oldu. Solgu burundan Neyse çağırak rahmet. Kadar oluyor. Okey. Bakırdım güller üzdüm doldur bileğimge Şiutini saldı büydürüp yüreğimge Asmandaki ayın sen kömülümdeki yar Veslin izlep bu yürek buldu harman Kolumuza koynunga al bağri kavakni Teşna yürek senden küter oktan cevapni Aslek. Mantap inler bana kanala. Bana naqshlarımı pek yaxshi ko'raman. Yar bilan isam şarap, sam şarap Bir piyale tolmadı Aldırap bergen kömülüm canım Etvari bolmadı canım Aldırap bergen kömülüm canım Etvari bolmadı canım Tansı pek tez geldik ya. Abartıdan sen ya da maksız uçurumda tansı öyle dedi. Ben yangırat bu avamak dikeme telefonunu tutup geldim. Tik şirep şirime. Bu ağız dikende oynap mı lan? Gül gunca çimen gunca Gülzarda tümen gunca Gunca günler okşamdı Bizning yardi ben şunca can Bizning yardi ben şunca Gunca günler okşamdı Bizning yardi ben şunca can Bizning yardi ben şunca Ey rahmet. Kaydını düşürüp ben de. Taze bir tanıştırıp ötey. Meksik Sanat Konfederasyonu dönemleri çıkardı. Uganda, Madagaskar, Etiyopya, Janubiy Sudan, Nepal qatorli joylarda naqsh etib yerlik qabilalarning birdek e'tirof qilishiga erishgan. Bundan boshqa o'zimniki qash usuli, tash usuli, bosh usuli degan bir yurish usullari bor. Shularni men bir bazaga bir tovarlashtirib o'tsam, shuning bilan Şinjan'daki müşe sanat pazarını appuluma deb o'ldim. Pek doğru oylapsız aka. Ey Nice, qara mana o'tkir. Nijatning so'zini anglasa. Buning mana hozirgi kayfiyatimiz, mashina uchirishimizdagi hozirgi aytayotgan kayfiyat so'zlari o'ylab baqasan. Mush naq yurakli borda hozir biz charchadik. Masalan, har xil obyektiv baytin dedik. Sabablar tufaylidan biz charchagan vaqtimizda nurg'ulg'an bizning anglag'ishlarimiz, ko'rmalarimiz bizga mush programni ko'rgan ekan. Bak bizga erkin ozodlik berdik. Bir xil harg'anligimiz mush programni ko'rsakmi? Chiqib ketdik. Chunki sizlardagi mush erkinlik, sizlardagi tabiiylik bizni
tabiiy holatda mush programmaga boshlab kirdik dedi. Bu munda tuyg'uchi aka xuddi bizlik ba'zida o'ljiq basoq ili chaqchaqchilarning yumorlarini anglab kulib dumlab ketamiz. Shunda qo'shiblik aytsa hech qaysi esimizga olmaymiz. Bir yumor sizlar mana shunday bo'lasiz. Birisi esimizni qolmaydi. Xalqning kulgini qarab qarab kelamiz. Demak, ba'zi vaqtida bizning orzu qilganimiz qandaqdir bir maqsadga yetish emas. Balki shu qitimli uchirish orqali bir xo'shallik deb. To'g'ri. Menimcha asli bu programning uchirish deganing oldiga shu xo'shallik yoki bir rahatlik uchirishi deb qo'shib qo'ysak texmi yaxshi bo'lar. Huzurlik uchirish. Chunki haqiqatan intayin bir aram baxsh bir tuyg'uda mo'ngdishyapmiz. Qandoq bo'lib bu programmani ilishni o'ylab qoldinglar akasizlar? Qanday bo'lib sargasachilik qilib qoldinglar degina bo'ldi. Qanday suolim so'ra, men tursam, men men qambisimim o'rlayapti ukam. Shu avatan shu chiqroq kechib yetdi. Men isim qisyapti. Mana ishimda isib ket o'tkir bu amroq mashinam qanday mashina bersan? Amroq mashinani berdim. Ma mashina shu Kuntiyo yo'q. Kilishga odamlarni hozir aytibdim aka. Ma ishi turpaning 40-50 selsiya revmatizm bor. Lektichi bas ushqimizlaydi. Kesh pitaticha puxlamayotdi ma bola. Ondan keyin to'gimiydi, maylab bermasak bu bola turpanga kirib bo'lmaydi. Qarasanglar oq, sovuqchamchi bu bola. Shunga qo'tiyani pek yaxshi ko'rib ketmaydi. Endi aytibdim. O'sha endi hozirma qizilchiroq to'xtadimi? Boya savolga o'tkir javob bersin hamda. Sizlar qanday qilib o'tkirmi shu programmani yurgizib qoldinglar? Bu gapni hamda rastdan demasak bo'lmaydi-da, masalan. Bir eg'iz gapga yedim chaqirsak bu pul tepish. Chaqchaq ham. Lekin pulni yaxshi tepish. Ya pulni hammasini topimiz mush issiqkamga beramiz shuni bilan. Faqat men bu gapni men chaqchaq qilganmi bo'ldim, lekin chaqchaqning yarmi rostchu. Biz mana riyosachilik haqqi, undan boshqa ba'zi hamkorlar, qulim qo'shnidochilar, undan boshqa alohida aka inilar. Qulim sog' meni. Biz o'zimiz deyishib ketalaymiz ukam. Bu narsalarni menimcha men akang yashu sho'ngib qoldi. Men pensiya chiqib foyda chiqmadi uchun akam programmani shu. Men qo'shnidochilik bo'lib qoldi turdi. Ayın birka öyle bağımka şu tarafta ötkör silahın malda. Tüydeyim aka. Yeni dilam alsam demem. Maşinamdan maşın doktordan sklatımdan yeni bir dişa çöpü varmış. Bayağı Aradır aç binan seti alalım hemen. İsil. Adam nemini arzu olsa şununla erişki layıkçı. Rahat. Biz niyetimiz çok güzel buluş. Niyetimiz güzel hem doğru. Arzu arman bilen yaşaş gereken. Şöyle nişanlık şunda mı? Bazılar bir günüm üstü boldu şu deydi. Ne onun da arzu, ne onun da istek yok. Ama biz çok özümüzden aldığımız bir plan boyunca ilgirliğe vaktimizde şu planı yetiş için bolsun tirişimizke planın hemsini orunda bulamsak mı şunun yerini yıkılış etmizke. 1 milyon pul tapım digile manga bir yıl kaldı çok. Bu yıllarda iş kılıp 20 bin bolsun mu tapım ben de program tügüsü hem de 1 milyon mu eşip kaldı aka. Oy oba. Ben dedim Fuka. Biz hamkarlaşalım. Karanica. Ma programdan çıkandım başla hazır. Көмеңсе. Таждарлықны алдығалар. Алдығалар мен бейбасса издейді о. Men beyvasça izdeydi o. Sen devamlı sen öz şirketin alakışlarını kısan buldu programı. Riyasetçilik kapıda sen kılamsa. Hem de işkala kapıda. O başka bir şey mi zaten? Geldik hazır ben çürüttüm ben bir mihmanı çağırayım. Degan shunda stakandan qahva olib ketgan bo'lsa. Qahva? Biz bakan qo'yib o'tkiraylik. Mayada bir qahva bor hamda lekin bu yerimdan azroq qopdi buni. To'xtatmaslar, programma vallahi to'liq stakanda berisizlar. Biz o'sha aziz mehmonlar bilan suhbatimiz tugagandan keyin uni u yoqni qahva ichishga to'g'ri. Rahmat. O'zim bilmayman-da. Bag'ingiz bor. Amroq mashinamdan o'zini o'tadigan qahvaxonasi bor. Amroq mashinamning obraz vakiliga o'xshamamsizlar. O'shuni o'ylashotimiz qarang. Ya shuni obraz vakil bo'lmoqchimi ya? Mush sanni cho'qim ko'sini ashlamay azroq bir maqtay. Ya shunda jiq gap bilan tayyorlab qilma deb chiqqan odamdim lekin ikki ustozdan oldida hamda. Ajoyib. O'zimiz o'tkirigi biz ta'tursanab 10 vaqt beramiz ha. 10. Yo'q, savol so'rayapsan, qaysi savol desak 10. Kitap o'qishni bek yoqtirdi deb oldim deyapman. Hamda shu sayatni yoqtirmadingiz, kitap o'qishni yoqtirmadingiz, hamda kitap o'qish to'g'riliq yana bir fayzi gap bersiz.
kitap o'qishni rost yaxshi ko'raman. Lekin yaqinqi bir mezgillarda maxsus o'zim tinchlanib o'ltirib kitob o'qishga jiq vaqt ajratolmadim. Ammo bizda o'rtaq bir xizmat bor, ham Saqam ilgari Malik Bektor taxallusi bilan Markaz xalq radio stansiyasining Uzilmas melodiya programmasida uzun yil riyosatchilik xizmatini o'tadi. Shu vaqtdan bulan nurg'un kitob o'qiyotgancha. Shunga o'xshash shaxsan o'zimizning qilayotgan xizmatimizda, masalan, men stansiyada ishlayotgan vaqtlarimda masalan o'qiydigan Janeynikida biz bir son program uchun 30 bet maqola o'qiymiz. Undan boshqa o'zimizniki masalan Jungo'ga nazar programmamiz bor. Undan boshqa adliya anglish programmasida men Balzacning bir qism romanlarini angluvchilarga o'qib bergan bo'ldim. Undan boshqa ataqliq diktorimiz, aktyor Niping muallimninki mo'misini aslab yozgan Lolo Yulo degan bir asrlik Durdanilar nomli xat yerisini angluvchilarga bir oyga yaqin vaqt o'qib bergan bo'ldim. Mana shularning hammasi amaliyotda bizga nisbatan studiyada tinchlanib o'ltirib, to'g'ri, o'zimiz o'qish bilan birga boshqalarga o'qib berish bir fursati. Shuningdek, kitob o'qish haqiqatan bizni ajoyib bir yengillikka, ozodlik, rohatlikka ega qiladi. Men ikki ishni do'stlarga tavsiya qilaman. Hamda chunki hayotda har vaqtimizning xushal-xuramlik ichida o'tishi notayin. Biz mayli qandoqla yaxshi yashashga intilgan bo'lishimizdan qat'iy nazar, turmushimizda biz kutilmagan ba'zi bir dishvorchiliklarga, ko'ngilsizliklarga, ko'ngil og'riqlarga uchrab turamiz. Mana shuningdek vaqtlarda biz boshqalarning bizga hamroh bo'lishini orzu qilamiz, lekin kim zodi mening hozirgi pig'onimni yoki hozirgi ta'sirtimni tushundi deb balkim eng yaqin do'stlarimizning ichidami chaqirishga o'ylanib qolgan ahvollarimiz bo'lishi mumkin. Shundaq vaqtida ikki ish bizga rohatlik ato qiladi. Birsi o'z yaxshi ko'radigan stakanida yaxshi bir stakan choy damlab o'tirib, yaxshi bir kitobga ko'z yugurtish. Yana birsi yaxshi bir kinoni ko'rish. Nimishqa degan chaqda amaliyotda kinomi kitobdan ilingan, ssenariydan ilingan voqealikcha. Bu Nijatjoy ish qilib o'tkir. Buni ta'riflasak bizning shu ta'riflaydigan super so'zlarimiz chu ozliq qildi buningcha. Bu o'z navbatida yana baytin degan shu yaxshi ko'rishlardan boshqa tomoq etishni shunchalik yaxshi ko'rdi bu. Balkim bizniki shu Nijatniki videolar taqalgandan keyin nurg'ulgan ko'rmalarimiz ko'rgan bo'lishinglar mumkin. O'zi ajoyib bir o'zgacha bo'lgan tomoqlarni yetishishni yaxshi ko'rdi. Ham uni tizish, quyish shakllardan tortib, buni bir kasbiy ustammi deb qolmas Nijatni ko'rmsak-chu. Bugun men mehmon bo'lgan program bo'lganlik uchun men maqtalyapman bu yerda. Yo'q, amaliyotda har chaq maqtalniki tomoq etish mahoratim intayin yuqori. Qozon chaqlimisiman, maxsusan pichaning yerlikdan turpaniki. To'g'rimismi qozon chaqlimisi ya? Qozon samsimi deb qo'ymiz. Chaqlimisi deydi. Yerlik shunda habbatmi deydi. Habbat desak bo'ldika. O'sha koni tillarimizni chiroyli. To'g'ri, yerlik. Albatta, yerlik. Shu habbatlarni etishlarni o'rgangan bu qanday desa kichik vaqtimizda opamning xizmati pek aldirash. Men televiziya stansiyasi qo'rosida tug'ilib cho'ng'agan. Dadam televiziya stansiyasining peshqadam tarjimon, tahrir, muharrir bo'lib ishlagan. 10 yoshdan televiziya stansiyasining qo'rosiga intayin yaqin. Maktabdan qaytsamlam, dadam yugurib kirib tushdi, bizga tomoq etib beradi. Undan keyin opam kechda ancha mush tayyorlik qiladi va yoki dadamning etib qo'ygan tomoqlarini yeydi. Undan keyin masalan polo, lag'man degandek tomoqlar olib qolsa, lag'manim dadam aytadi ekan, manta. Tuyib tomoq bilan polo olib qolsa opam aytadi. Bo'lmasa biz dadamnikini yeyman deb turib oladi. Nimishqa degan chaqda bizning oilamizda biz shunday bir muhabbatni his qilgan, oila mas'uliyati qandaqdir er kishi yo ayol kishi deb ayrilmaydi chun. Kimning vaqti yetsa, kimning zehni yor bersa, kimning sharoiti yor bersa, shu cho'qim qurbonlik berishga tegishli bo'lgan mas'uliyat bu haqiqiy bir oilaga bo'lgan mas'uliyatchanlik bo'ldi. Biz hech qachon opam tushdiga tomoq etib bermadi deb og'rinib boqmagan. Albatta, dadamning tomoqlarini yeyishni bak yaxshi ko'radi. Dadamni bir haqiqatan Mirzogul sen tomoq atmading deb xapomaydi. Lekin opam shanba kuni bo'lsin va yoki orom paytlarida bo'lsin, cho'qim bizga o'zi eng yaxshi etalaydigan, o'xshaydigan tomoqlarni etib beradi. Demak, shunday bir oila muhitida cho'ng bo'lganligim uchun balki menga nisbatan tomoq etish ayib ish bo'lmasligi mumkin. Buni eskartishimning sabab balki shu bizning televiziya programmalarimizdan ichida Shinjongdagi Uyg'urcha tomoq etish programmalarida tunji riyosat chop chiqqan men bo'lishim mumkin. Sen shunami? Uning oldida yoki hozir izchilamda bizning xonim qiz riyosatchilarimiz chiqyapti. Ichildasqning programmasiga men chiqqan vaqtimda o'zim bak o'ylashgan, qanday bo'lar bizning ko'rmanlar vakilliqi erlik bir xil o'rnida turib o'ylab qozon beshig'i er kishi o'tamdi deydi.
bu qanday bo'la chiqsam deb lekin xalqaroning nurg'un donliq tomoq programmalarini ko'rsam asosiyatni erlarga. Onun ustiga bizniki mana Şinjanning donliq oshxonalardagi tomoqxonalardagi oshpazlarning hammasi er qo'yga ayol kishi kirmaydi. Shu to'g'ri. Shuning bilan men bu menimcha nomus qilg'idek ish emas. Bu er kishi deganga 78 qiluna ozlik qilmaydi. Shuningga ben çıkay dedim, o programımız aynı vaxtda şundaq bir alqışlıq bolğan. Nəhayət köngüllik intayın əmmisi içibli qoysa ücret kiskelməydiğən köngüllik bir program bolğan. Muşu jarayanda lekin azılı bəzilərinin ərləm tamaq etemdi degan gaplarını anlamağan emas, anlığan. Amma mən özümün qimmat qarışım bilan, dünya qarışım bilan estetik qarışım bilan şundaq ayta alaymanki, tamaq etiş noqul ayollarning da iş emas və yoki mashina haydash noqul erlarning da iş emas. Biz qaysini qamlashtıra alsak, albatta axloq nuqtasidan olqitlik ketmasa, shunaqmi, fazilat nuqtasidan yoki xususiyat nuqtasidan erlarniki, ayollarniki fiziologik xususiyat nuqtasidan olqitlik ketmasa, biz agarda bizning sharoitimiz yor bersa yoki qila olsak, buning hech qanday bir cheklamaydigan bo'lmasligi kerak. Ammo etib qolgan tamog'ining o'xshamaydigani yo'q. Yo'q, haqiqatan. Bu ashunda o'xshaydi. Buning ustiga videolardan bek ko'rdik. Kaçtama qapti qapti. Ijodning yangi o'yini muboraklar. Maqalla chiqdimi? Men menga idora. Ma o'rnashtirgan yog'ini ma telefonni. Bek astoydlik. Vaqtchalik bilan sadroq keldi-chi. Tamoq borma degan uchun idoraga deb qo'ydim. Bo'ldi degan gap. Men ish qilishda sodda emasman. Aka, bu soddiliqingizga yana bir chatmadan kevtli. Bo'ldi. Kayfiyatni yana bir ko'taraydi. Yana eson bo'lamdi. Bunda qilaydi. Bu akşamniki boshlanishi chatmaning ikkinchisini bizning yana shu Mardan do'stimga uzun bir 7,5 metrlik 8 metrlik bir sarjini bersam, buni 2,5 metr, 2,5 metr qilib bir ko'ylak shundaqdek qilaman. Ko'ngil berib tursiz, 100 berib tur. Odat 1,5 metrlik kesatdi. Shundaqmi? Bek kesib o'tdi. 1 metrdan ikki ko'krak birim tikib beribdi. Bir skmaliyan. Şunun bilan endi bu ikkinchisida birinchi misolasi va ota-onaga bo'lgan sevginish hamda hammamiz bu dunyodan ayrilg'uchilar shunlashqa yaxshi yashash va boshqalarga yaxshilik qilib yashash, xo'shallik bilan yashash bir chaqirilgan naqsha deb o'ylayman-ku. Bu naqshani barliq do'stlarimizga birlikda deya qilaylik. Sağ olun. Rahmat. Asirligen kim var? Asirligen kim var? Attanıdan ayrılıp musafir olmagan kim var? Musafir olmagan kim var? Attanıdan ayrılıp musafir olmagan kim var? Musafir olmagan kim var? Gitarni Ababekri. Gitar ustası Ababekri çalan. Keremcan akordlaştırma. Seni kanat attı canım ey hayvanın diyatayım. Yasını kanat attı canım ey hayvanın diyatayım. Altta güldük alemde senin derdini tatayım. Altta güldük alemde senin derdini tatayım. Hasret çekti oy yarını sevindi ay hasret çekti oy yarını sevindi. Qaysi yerni? Kim yerni?
Tik durup yardı. Apamni sevindirib deb aytish kerak. Bu shundoq emas baqara. Kayfiyat deganni tanishib qo'ydi. Yo'q yardan gapini qilib. 3 oqshom. To'xtab boshladi. Chiqolmay qoldi. O'zim qo'yib ol programmani. Necha bilan uchrashgan har bir dam men uchun ajoyib bir ozuq bo'ldi, ajoyib bir dars bo'ldi-da. Güzel bir yig'ilish bo'ldi. Güzel bir yig'ilish bo'ldi. Buning xizmat shunchalik oldirach. Shunda bo'lsa-mu mana bugun qisqagina shu yarim soatdan ortiqroq damda hammamizga ko'rmanlarimizga Nijatning biz yana bir dunyosini tushungan bo'ldik. Bundaq bir ilqi echilib, bundaq bir rohat holatda tixsammu programmasiyadan shundami? Senin programlarının asasında mesela çoğun sahnelerde hazır mesela Yipek Yol Sadası o programın sen devamlı kıyavatsa bunun da hem de mahalletini uyağı çıkarılıp bulmaydı. Çünkü her bir programın sahkamga değer söylesem olmaydı. Çünkü her bir programın mevkası okşamaydı. Her bir programın karakteri okşamaydı. Şunlaşka şu programı yarışa keyfiyat tutup durup şundan bir muamilde bulmasak hizmetke. Mesela İçilda sıxınımda bizden ait azade uçuk yoruk bir alet kazan bişirik şadıman keyfiyat ifadeniş gerek. Hem de istimal sağlamlık diyen programı riyasetçilik vaxtlarımda bunu da biz istimalın sözlerimiz sağlamlık onun da belki icarap dursak mesela bazı vaxtada rak kiselleri doğrusu rak kiseli salamet kiselik ona digil bulmaydı. Onun da çokum tabi aldı koşumumuz azrak türüldü. Buna ait keskinlik bir ifadeniş gerek. Yani şundak programlarımız bana ait bir iğir bir sıklık lekin kötürengülik ifadalıngan bu xuddi şu hoşing o'xshash yani Yipek Yol Sadasi programı o'xshash yoki konsert kechilik tipidagi programlarda biz bir ko'rmanlarning yoki bir xalqning obrazi bo'lib chiqamiz u yerda. U yerda bek sakrab ketsak bo'lmaydi, qopqimizni bek turib olsak so'g'chilik. Demak, har bir programmada shunga yarasha kayfiyatni kontrol qilish meni cho'g'anchalik bu intayin muhim. Ba'zi vaqtida ichilib ketdik deb ustozlarga chaqchaq qildik deb hadimizdan ishib ketsak bo'lmaydi. Gap so'zning o'rni, vazni tetimliq bo'lish kerak. Jiq gap qilib atsak serik turib qo'yamiz. Az gap qilib qo'ysak gap qilolmaydigan riyosatchiga bo'lib qolamiz. Shunlashqa amaliyot riyosatchilikda xuddi shu naqshchilar o'zining ovozini kontrol qilib etmasa, yaxshi naqshchi bo'lolmagan o'xshash. Riyosatchilik shu amaliyotda. Har bir narsani yig'ishni, qo'yib etishni bilish kerak. Maşını tutup koydun mu? Şu bilmeyli kaldınlar to'xtatganni. Bunda pasahatlik gaplar bo'lsa pasahatlik gaplarni oldik, naqsh oldik, chaqchaq qilishdik. Sovg'at bagim bor sizlarga. Lekin bagimni olg'ib yo'q. Yaxshi emas olg'ib yo'q. Bu sovg'at bu sovg'at deb bu sovg'atlarni men o'yin o'ynash orqali bermoqchi. Bo'ldi. Bu oyun qanday oyun desanglar, men bir muncha qop tayyorladim-ku. Aslan. Men odamlar ko'zimning unda quyruqini qarab avorib be bo'ladi deb o'yladim. Quruq kiydivermay debchi. Ma qopning ichida bir narsa bor. Kalavar kelmagan narsalarni sep qo'ydim. Oldim ko'zimga uchirgan narsalarni. Endi buni beshida issiqkam ko'rib ichidagi narsani rost holati tasvirlab bersin bo'ldi. Yog'on holati tasvirlab bersin bo'ldi. Siz rost tasvirildimi, yolg'on tasvirildimi topsiz. Qaysilarning topgan soni jiq bo'lsa, shu mukofot shu ustozimga ketadi. Voy, bo'ldi. Hamsa toza oldi ishimiz keldi. Ko'rishish. Kompyuterda yozgan. Buna hamsa men ishtirkinasini beshida saqam bir o'zingiz ko'ring, ekran ko'rsating, nijatkom ko'rsatmagan nimaligini qilsangiz bo'ldi. İşte nimbalik kalınız kelgen boğayım diye bilmedim hem de. Ben kep oldu. Nicat. Rast olsun buldu cuma. Rast deseniz buldu, yalan deseniz buldu. Ben menin göz önünde kısayı var. Evet. Tartışma tuttu. Okulu kızardı. Soğuk man beremse. Adette meniki gap sözlerim nait samimi rastçıl eğitildi koşunda ama. Menin arkandaki gepim gitsen işin seçilak o. Bugün ben seni aldayım akara. Kanda desen de. Bunun için de kara. İğirliği qırğa vaqtida shunda bir narsa borki, bu narsa qara. Mening bo'yimning egizligini o'zing bilsa qara. Mening bo'yimning egizligi kelgan vaqtida qara, meni basketbol cho'lponi qilib olmiz degan vaqtida men unmogar. Bekçüklep getdi. Bu yetish emasmi aka? Mana ichidikini sifatlab ber menga. Ichidikini sifatlab bering. Shu vaqtda shu mening bo'yimning egizligi basketbolga yetish uchun bir o'lchinatdi-ku. Santimetr bor ichida.
Ha, davatim men hozir tasvirligini senga to'g'ri tasvirlab beryapman. Qanday bilding buni sen? Men ashna his qildim, cho'qim santimetr. Bo'y egizligi degandan keyin bu santimetr bilan munosabatlik. Ha, munosabatlik, lekin men seni oldigan bo'lsam-chi, men seni. Santimetr. Yo'q, lekin men sizni meni hargiz oldimay deb o'ylayman. Sen xalq shunday yaxshi ko'radigan bir sifatli kreatsiyachi turib, musha shu ekranda boshqalarni aldash orqali o'zing inovatini ta'sir etkazishdan qo'rqmamsan, cho'qim qo'rqsa. Bichara Sahka. İşçidikin endi. To'g'rimi, xatomi? Siz İşçidikin nima degansiz? Men metrmikin degandim. Santimetr debdi, to'g'ri tepib qopdi-ku. Mana. Ha, shu men İşçidikin narsani siz choshqonka deysangizmi bo'ldi. Yo'q, men santimetrga rostga qildi. Yomon ekanman ekan, to'g'ri Nijatkamga bir nomor. Nijatkamga bir nomor. Lekin sen hayotingda meni aldab kelgan, uni ufqman. Sen bugun baribir to'g'ri gapmaysan qara. Men bilaman uni. Shunday men buni Nijatka, meni ekranga bir ko'rsatib. Men boshqalar ekranga ko'rsat ayna. Ekran ayna. Bu narsadan mesela her videoda mı? Eğer bir kişi yutmuş. Ya alımız. Ondan da trosen Paris'e çıkmak ama Paris'e çıksa mavcu aldım. Fırsat tipi. Her videodaki en yeni bazar sılınğan bir yürüyüşlük məsulatları var. Özanın məsulatın kədigine mi? Özanın məs Paris'atla. Ben qarlaş qısı bakar. Şunun yeni türü. Şuqıl randı çıqqan. Onundakin hem de bizden Koxon. Yaxşı, özü nimelikin dep berdi, rasmiy ağamı siz tapısınız. Yani çünkü siz paraz qilmaysiz, degeni rasmiy ağamı. İşçiliknarsini tasvirlab berdi, rasmiy ağamı. Ras. Alimizda işçiliknarsini hamda ko'rsatamiz. Ekrana bir ko'rsatdik. Men deyman bu aldamchi bu. Hayotida men aldab kelgan bu. Mendek unda samimiy odam. Nijatkam odat 100 tushuntirgan narsa mana. Chidiyam. Mava hamda 2 nomer katta Sahka. Siz nima degan sodda? Men soddalik nomim bilan hozircha oldinib kelyapman. Bo'pti. Yana bir fursat beradi ya. Qarab tur, qanday aldashdan keyin men bir oltimniki desam. Ha. 5-6 narsani beriktirib qilib qo'ygan narsalarmi bormi? Lekin yurishlik narsalarmi bu? Yurishga emas, bir narsa. Bu shu yaqinda qurilgan Şinjan Bektor so'z chekish shirkatiniki yangidan bozor sog'in mas'ul. E'lon qo'yish bo'lib ketdi-da ko'rmanlar. Yaqin. Mümkün emas. Yo'q, men da'vatim mas'uliyatda bozorga chiqmasa. Bo'ldi, amal yo'q. Yog'an deb qo'ydim. Tugmisa do'stlarga qilmay turadi. Şinjan Bektor so'z chekish shirkati yangidan bozor sog'in degan ekan bu. Bozor sog'in shu mahsulotga o'xshab qoladigan, lekin u mahsulot emas qatdi. Buni biz o'xshatib yasayil desakmi, buning texnikamiz faqat yetmagan. Bu odatda shu may silib turibchu ayni vaqtlarda shu telefonlarga mundaqilq to'liqlaydigan bir narsamiz botdi. Shuning o'xshab ketadigan bir narsa. Uni odatda hamda o ilqi aqliy iqtidorlik bir narsa deganan qara. Men rostga qilman bo'lsam, aqliy iqtidorlik bir narsa. Masalan, hozir telefonlarimiz hozir biz qo'limiz bilan boshqaradigan bo'lib ketdik. Kompyuterlarni boshqarmoqchi bo'lsak, kompyuterni boshqaradigan bir narsamiz bor. Ismini devasangiz, andiki rasmiy olgan deydi. Kompyuterni boshqaradigan bir narsa yo'q, bundaq mangdigan bir narsa bor. Rastavotni mouse va ketdi. Shu bu. Sahkabek bichorga siz bo'lsiz. Sahkamga bir tinchlik beryapmizda, ama azoblangan, ma'yuslangan, hayot umid uzilgan zat. Vallah, tarixa paxsa bo'lib kelsa. Rasa, hammani topdi. Lekin bak asanda tugdimi? Yana ismada qildi. Yaxshisi botilki 3-0 bo'ldi, uni o'ynashdan ahmad qolmadi. Ey, sinab boqaylar. Men unchalik do'st emasdim, ha. Yana bir sinab bo'pti. Mushima zo'rroq vallah. Ko'rinishingda hamda Nijatniki haqiqiy nimasini his qila olaman. Ayat ekranga men ko'rsatgach turayamdi. Bu menimcha o'g'anchada topmoq bir qadar oson. U bir soz. Uyg'ur o'yinchi muqomining ichida nihoyatda muhim o'rinni egallaydigan bir soz. Undan keyin doim chalg'ular qatorida doim sahnalarda ko'p ishlatiladi. To'g'ri. Nima narsaligini nima deydi hozir? Nima narsaligini demadim. Da, aniqsan. Uning shakli yumaloq bir dop. Dop ayıplarni yop. O yana lekin yumaloqni dop patmaydi qara. Dopdan 5-6 munda. Xato. Nima qilib qo'ygan bo'lishi mumkin-da endi. Yo'q, sen o'tib ketgan oyoqqa. Sen o'tib ketding oyoqqa. Qo'shniligimiz jo'q. Dop dedi ya. Bizning dop odatda mau tarliq chalg'ular biz rovab
Ol bana ragap deyip ettik bizim usta. Baptı. Bir numara koydu. Benim bolsa. Buni sakın köge okşaydı çıkardı. Ya. Hayatımda. Kati göstermedim. Mak köygen bolsa men devit etdim men beni qara. Mayaqda meni qanchalik samimiy, qanchalik rostchiligimni yen bir qitim his Kucağına qildim. iç gerekti. Qatti ko'mdim, hech nimdan xabarsizman. Rahmatçılım Peki aka. aka pek. Yaxshi ekansiz siz. Bek sodam. Beshida hem soğatni alay. Ma'qul. Soğat bizniki zartdan sap alqat qiyami nijatkamga. Oo, rahmat. Afsus endi. Toy ben beğensem bu. Ya ba. Davlatlik birinchi darajali kompozitor, ataqliq naqshchi Oblat Oblikim apandim Mana. obraz vakili bo'lgan Zartan Sap Alqat Qiyomi, Sap Alqat Qiyomi Mana Şinjan Meşrep Xalqaro Sodichaklik sherikati tarafidan bozorga silindi. Sevinmoqchi tavsiya qilamiz. Ha, amsa ishkanlarimiz so'g'atni Nima nimaka? Sizning qizilga Hem kalışa bolsa ayollar ishlatadi. Ko'raman. Bu ikki narsani endi alqat qiyam bilan bo'lsin chartal bo'lsin zartan bo'lsin chartal alqat qiyamini ikkisini tang iste'mol qilganda intayin yaxshi unumga ega qilib bo'ldi. Masalan, nijatgandek pokiz shu jo'shqin turadigan gap, sho'x turadigan gap, kayfiyat yaxshi turadigan gap. Men egilashdan oldin edi. Naqsh qo'ya. Naqsh qo'y. Bo'ldi Kayfiyat qapolma. Program. Her qitimliq programmada Quchoqlashqan bet qo'shlasak bo'ldi endi programda. Ashta qilamiz. Kayfiyatim asli kilaman. Keladi. Bir hamtovoq uyinga borma, yo'qlab. Hozir amsa Ishini nijatgan. ko'tarib borma. Bo'ladi amsa. Rahmat aka. Hoş buldum lan.